Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xullas, do'stlar, bugun sizlar bilan Mortal Kombat Mobile'dagi yangilanish 7.1.0 haqida qisqacha gaplashamiz va tahlil qilamiz. Keyin Linkway minorasini 2020 da 200-qavatdan ham o'tganimni ko'rsataman va mana boshladik. Yangi kombatchilar, jangchilar klassik bo'riboyvachcha qo'shildi. Qo'shilar ekan bugun. Uni hali chiqqandan keyin passivkalarni ham ko'rib chiqish kerak va MK11 Frost. To'g'risi faqatgina bo'riga qiziqdim. Undan keyin hali quvongan narsalardan biri va kombatchilar bu yerda ham chiroq taxlab qo'yishar ekan kombatchilar. Va Fujinni friendshipi qo'shildi. Juda ham xursand bo'ldim mana shunga. Va Takeda Roninga ham Brutality qo'shildi. Endi hamma Ronin jamoasi butun bo'ldi Brutality qilish. Va bu yerda Takedani Brutality noyob va epic kartalari, Fujinni ham noyob va epic kartalari friendshipi. Takeda Scenario Komanda Kano va Kunglao Shlyapa Fox uchun upgrade kartalar. Endi 15-siliyagacha ham kuchayadi bular. Minoralarning qaytishi katta shamol minorasi va Edenia minorasi. Buni tan olmadim. Qishga yangilanish kelyapti. Yes. Kabalni 15-siliyagacha olib bo'ldim. Juda ham yaxshi jangchi. Endi bo'rini ham harakat qilamiz, nasib bo'lsa. Endi esa Fujinni friendship kartasini passivkalariga qaraydigan bo'lsak, asosiy hujumlarda raqibning maksimal kuchini 2% ni o'g'irlash uchun 30% imkoniyat berar ekan. Har qanday hujumda 80% va undan yuqori natijaga erishish. Uncha agar shamol isyoni bilan birga jihozlangan bo'lsa, har qanday olmos Fujin do'stlik qilish, friendship qilish qobiliyatiga ega. To'g'risi, uncha uzoq emas, to'xtatib o'qib olasizlar. Mayda, sal xiraroq tarjimasida endi bu originali tunroq bo'ladi va bu yerda 200-qavat bosslarga men 6 tami 4 ta yo 5 ta urinish ketkazdim. Chunki o'lim belgisi tushmadi. Umuman o'lim belgisi tushmadi. Umarbek akamizda ham bu o'lim belgisi haqida, ya'ni Linkway minorasi 2020 haqida video qiluvdilar. O'shandan ko'rib qiluvdim. Ular klassik jamoada o'tgandilar adashmasam. Video tagida qoldirib ketaman. Klassik jamoada o'tdilar. Bu yerda o'lim belgisi yaxshigina ishlab berdi talantlarda. Lekin menga kelganda umuman ishlamadi. Kamiga bu bosslar ham o'ldirib qo'yaverdi. Yaxshi hamki MK11 Sub-Zero passivkasida Liu Kangni qutqarib qoldi. Undan so'ng Marazilka effekti ham umuman dabdala. Uklonlar qilishga ulgurdim, yaxshi hamki oxiri final jangda va bu yerda kamera ishlatdim. Va Marazilka effektidan chiqib oldim. Undan keyin ikkinchi space programga yig'ib oldim. Uchalasiga bu yerda MK11 Rainni ham Brutality komplektlarini taxlab qo'yuvdim, lekin Brutality qilishga ulgurmadi bechara. Va mana Sub-Zero Brutality holatida MK11 Sub-Zero'ni tushirganda joyida Brutality ishlab berdi. Bu juda ham yaxshi natija. Xullas, bu jangni ham shunday qilib yakunlab oldim. Ana shunday. Va bizga berilgan sovrin 20 tajrir toshi, muzli niqob va MK11 Sub-Zero 5-siliyanaga. Yomon emas. Shu MK Mobile'ni yangi boshlaganimda 10 tajrir toshlik to'plam bo'ladi-ku. Men hozir tugatganman, hozir ko'raman. Bunlar ham tugadi.
Va to'g'risi maza qilib o'ynadim bu minorani. Yana bir krok o'tishimga yetarkan vaqt. Yana bir krok bosib o'taman. Va qayerda edi? Mana ana shu atrofda. Ana shu. Yo'q, 10 talik beginner yangi boshlaganlar uchun to'plam bo'lar-ku, o'sha yerdan tushuvdi. Xullas, yangilanishni yaxshi kutib olinglar. Video ko'rganingiz uchun rahmat.